Assalomu alaykum yaqin do'stlarim. Yaqindan beri qulog'imga juda ko'p chalinayotgan bir so'z bu oilaviy muammo. Bir inson aytayapti-da, bunaqadan ko'p eshitdim, shuning uchun gapiryapman. Ayolim deydi, jufti halolim deyapti, oila olgan kunlarim, qo'limga pul tushgan kunlarim menga yaxshi munosabatda bo'ladi. Pulim yo'q kunlari deydi, dushmanni singari menga muomala qiladi deyapti-da. Endi bu o'sha ayolni menimcha bir aqli kaltaligidan bo'lsa kerak. Ro'zg'orda kami uchun bu erdan o'ch olish, erdan qasd olish bu yaxshi emas. Ro'zg'or deb bekorga aytilmagan, bu ro'zg'or endi ancha-munchaga to'lmaydi. Endi bu ayollar televizordagi har xil yaxshi seriallar, chiroyli uylarni ko'rib olib, shunaqa deb o'ylaydi-da hayot. Mana biz masalan hunarmandmiz. Odamlarning uyida ishlab yuramiz. Qanchadan qancha boy, sizga boy ko'ringan, millioner ko'ringan oilalarga kiramiz. Shu million puli bilan ro'zg'orda kamini to'ldirish olmaydi. Shunaqa holatlar bor, u pul hech narsani hal qilmaydi. U hammaning uyida kamchilik bo'ladi. Siznikida ertalabda choy ichgan asalingiz yo'qdir, yo sariyog'ingiz yo'qdir. Bor ana go'shtingiz yo'qdir. Bu yangilik emas. Shuning uchun endi erdan qasd olish, yo bo'lmasa bir to'yga kelgan ko'ynak olib bermagan bo'lsa, erdan qasd gapirish shu bitta ko'ynak deb bu arzimagan narsa-da. Buning uchun haligi hayotingizni o'zingiz bulg'amasligingiz kerak. Sababi insonlarga uvol qilmang desa, faqat oziq-ovqat, shu meva-chevalar tushunadi. Vaqt bor, vaqt. Shu vaqtga ham uvol qilib bo'lmaydi. Bugungi kuningiz qaytib kelmaydi. Bugungi kuningiz. Mayli erta eringiz misol pulli bo'lar, boyli, siz aytgandek puli ko'p, boy bo'lar, boshqa bo'lar. Yoshi o'tib qolgan bo'lar. Kuch-quvvati boshqasi ham oldingidek bo'lmaydi. O'sha pul bilan ham oldingi holatini tikala olmaysiz. Pul ko'p narsani hal qilmaydi. Ayniqsa shu oilada tinchlik, xotirjamlik, oilaga bir fayz baraka bo'lishlik uchun pul katta narsada rol o'ynamaydi. Bu o'zingizga bog'liq. Payg'ambarimiz davrida ham eshitgansizlar, ko'p narsasi bo'lmagan, lekin oilasida chiroyli yashagan. Siz bilan biz o'tirgan dasturxonni ular ko'rmagan, lekin chiroyli yashagan. Siz ham yaxshi yashashlikka harakat qiling. Bu vaqt, bugungi vaqtingiz ertaga qaytib kelmaydi. Ertaga pul topilishi mumkin, lekin eringiz sog'ligi, salomatligi, kuch-quvvati bo'lmasligi mumkin. Alloh shu sabrli, qanoatli o'zbek ayollarimiz hech qachon to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Hammamizni ham topgan tutganimiz fayz baraka bersin. Alloh hech qachon har birimizni xonadonimizdan fayz barakani ko'tarmasin ilohim.